Hürmetli vatandaşım, leksiyemize devamlaştırırız. Cungo 20 devlet başlıkları yığını eçiligiçe berdaşlık bireleydi. Onun dinken hesap alıdı. Mavzuluk makalı 6. ayının 23. günü Venvi Torbit'de ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Bu kısa haberlerken ben vatandaşlara şöyle kısa haberler bu iki leksiya kılıp sözleyeyim. New York vaqt gezdi 6. ayının 23. günü baş detanda haber ilan kılıp, Yaponiya ve Koriya tarafının Çavuşan haftanın 3. günü koyup bergen raketat doğrusu da texnikisi ilgarlaştı deganligini görsetdi. Wol koçisi gezdi Angliyada ötküzülgen referendum doğrusu haber tarqıtıp, referendumның neticesi Angliyanın siyasi vaziyetiga qattiq ta'sir ko'rsatdi deb ko'rsatdi. Zayıfleşip kalgan Avrupa iktisadi ciddi xotirjamsizlik içinde kalgan yer şarı bazarıga ta'sir ko'rsatdi. Angliyadagi referendum deb ko'rsatdi. Wol ko'chisi gazeti. Amerika avazının baş haberde mundaq ko'rsatildi. 2003 yıldan başlangan Amerika-Tayvan devlet müdafiə muhakeme söhbeti Tayvan'da. Yeni hakimiyet siyasi sahne kelgenden keyin bu hafta Washington'da başlandı. Wol ko'chisi gezdi Modi'nin mablag' selishni ilgarilishiga erishdi mavzuliq maqola e'lon qilib, Hindistonning vaziri Modi bir ish qildi. Ya'ni chet el mablag'ining Hindistondagi 9 cho'ng shirkatga kirishiga mablag' selib kirishiga ruxsat qildi. Bo'libmi 60 shirkati Hindistonda zavod qurdigan bo'ldi. Biz tünügülle 60 şirketinin Beijing'de cheklashga, uning mahsulotlarini sotilishini cheklash kuchraganligini so'zlagan edi. Bugun Wol ko'chisi nima deydi? Alma gazeti Hindistondan bozor topdi deydi. 9 shirkatga mablag' solganlarning qatoridagi bir shirkat yoki Hindistonda zavod qurdigan bir shirkatga aylandi. Dunyomi shu? Sen cheklasang, Jungodan boshqa davlatlar bor dunyoda. Ani bugun 60 shirkati Qaççıda Hindistan'a yötküledi. Bu mu yakışırken bu Wol ko'chisining haberi. Amerika kuzatgich orbiti 6. ayının 21. günü Jungo keyin nima ish Jungoda keyin nima ish yuz berdi. G'arbning mas'uliyati bor mavzuliq maqola e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Jungoda boylik eshib keldi. Harbiy texnikada Amerikani qo'g'lab yetib olmoqchi bo'lib o'tdi. Cunguluklar yakınki zaman tarihida g'arbliklar bozaq qilgan bu numusluq tarixni unutib qolgani yo'q. Yaponiyaning ayni chog'da tajovuz qilib kirganligini Cunguluklar hargiz unutib qolmaydi. Jungoning kuchi yetarlik holga kelganda avvalgi dushmanlardan o'ch elishi mumkin. G'arbliklar biron tergan sabablarning bugun natijasini ko'rdi. G'arbliklar biron bu Amerika kuzatgich orbitining g'arbliklar biron tergan sabablarning bugun natijasini ko'rdi. Amerika Janubiy dengiz masalasi to'g'risida Amerikada nashr qilingan xabarlar haftalik jurnali mundaq ko'rsatdi. Hakimlar sotining yana Gaga hakimlar sotining qaroriga Beijing qattiq qarshi turishi va eğer söz iboralar bilan taqobil turishi mumkindir. Mushu orqali Jungo fuqarolariga tasalli berishi mumkin, ovundirishi mumkin. Har qanday tadbir vaqtincha qo'llanmasligi mumkin. Biroq 20 davlat yig'ini oxirlashgandan keyin talash tartish bo'lib atgan rayonlarning vaziyati texama qattiq davalg'ush ko'rib qoldi. Janubiy dengizda talash tartish bo'lib atgan rayonlarning vaziyati 20 davlat yig'ini oxirlashgandan keyin texama qattiq davalg'ush ko'rib qoldi. Bu yerda ko'rsatgan 20 davlat yig'ini o'tgan yil Turkiyada ochilgan edi. Bu yil Jungoning Hangzhou shahrida ochildi. 9-oyda ochildi. Demak, Jungo 9-oygacha bardoshlik berdi. Yig'in ochilib bo'lgandan keyin Jungo o'zining ishini qildi. 7-oyning 7-kuni Gaga soti nima deydi? Gaga sotiga Jungo qandaq inkas qaytardi? Buningga vatandoshlar bilan birlikda
biz diqqat qilib turmiz.